Hammaga salom o'rtoqlar, sizlar bilan Abdurahmonov Abdurahim. Esingizda bo'lsa Telegram kanalimda ovoz o'tkazgan edim. BMG yoki bo'lmasa Minecraft mana shu yo'nalishini qilamiz deb. Ko'proq ovoz Minecraftga tushibdi va mana shuni darsligini olib chiqyapman. Uzr, biroz kech qoldi. Va yana shuni aytib o'tmoqchiman. Bunga kuchli kompyuter kerak emas. Kompyuteringiz bo'lsa, обязательно sinab ko'ring. Va sizlar bilan videoni birinchi o'rganib chiqamiz. Prosmotrlari yaxshigina ko'ryapsizlar. Keyin, misol uchun ko'rayotgan bo'lsanglar, muzika, PNG rasm ishlatilgan va Minecraftda mana bunaqa bazasi ishlatilgan. Endi men sizlarga shuni maslahat berardim. O'rganib bitta ishlab ko'rishinglarni. Sababi konkurent kam. Nima uchun konkurent kam desangiz, tutoriali yo'q YouTube'da. Balki hozir yoki kecha chiqib qolgandir. Men o'zim aytaman, bir hafta, bir oy oldin ham men misol uchun qiziqib qaraganman. Sizlarga shuni o'rgatish niyatida, agar chiqqan bo'lsa tutorial o'rgatmayman degan maqsadda. Men o'zim qanaqa o'rganganman, YouTube'dan qidirganman, chiqmagan. Oxiri tashqi saytlardan men izlanib topganman. Va shu bilan ishni boshlaymiz biz. Bizga kerak bo'ladi The Launcher yozamiz. Kiramiz birinchisiga. Skachat The Launcher. Installerga bosamiz va boshlaydi. Men X qilaman chunki menda bor. Va shu bilan chiqib ketamiz. Sizlarga mana bunaqa arxiv bo'ladi. Hozir men shuni tayyorlab olaman sizlar bilan birga. Men buni o'chirib tashlayman ba'zani. O'tkazib olamiz. Bo'ldi, o'chirib tashlayman. Bo'ldi, ba'zi o'chib ketdi. Endi bitta popga sajdat qilaman-da. Get helper. Va shuni shu yoqqa tashlayman va modlarni tashlayman. Buni modlar qilib qo'yaman. Va buni men arxivga solib qo'yaman. Sizlar arxivdan bemalol olib, misol uchun ishlatsanglar bo'ladi. Xo'p, endi o'rtoqlar, buni men Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Telegram kanalimni kommentariyaga belgilab ketaman. Kiringlar, qo'shilinglar, juda ham qiziq narsalar bo'ladi, qiziq darsliklar bo'ladi va gruppamiz bor. Endi shu gruppada aktiv bo'linglar. Qiziq обсуждениyalar bo'ladi. Aktiv bo'lgan odamni men o'zim hurmat qilaman va yordam ham beraman. Xo'p, The Launcherga kiramiz. Sizlarda ham The Launcher shunaqa kiradi. Va ochilgandan keyin mana bu yerda nickname bo'ladi. Bizga bu muhim emas. Mana nickname yozinglar, bo'lmasa o'yin kirmaydi. Mana bitta chizuv bor. Shuni bosganimizdan keyin tepasida sozdать версию bor. Bosamiz shuni. 1-2-3 qilib qo'yamiz. Чтобы mendagi men ham 1-2-3 qilganman va tip versiyani 4G, versiya Y 1.21, hop 1.20.1 nazivanие versiya. Mana 47.4.0 сохранitni bosamiz. Shundan keyin войти игрuni bosamiz. Kutamiz ozgina. Sinab ko'ringlar o'rtoqlar, o'zingizlarning kompyuteringizda. Bemalol zo'r bo'ladi. Keyin buni Fiverrga ham olib kiringlar, uslubgasini. Xo'p, o'rtoqlar, kirib oldi.
va birinchi qiladigan ishimiz modini bosamiz va открыть papku modov bosamiz. Sizlarda bular chiqmaydi. Ozgina narsa chiqadi, chiqsa ham. Arxivga kirasizlar sizlar. Arxivga kirganingizdan keyin YT helper modlarni ochib turib, shuni olasizlar-da, shuni mana shu yoqqa tashab qo'yasizlar. Tushgandan keyin mana bunaqa tushadi. Bo'ldi. Bu siz o'yin kirmaydi, o'taveradi. Birinchi qo'shib olasizlar mana shu modni bosib открыть papku, потом mana papkasi ochiladi. Endi ikkinchi qilinadigan ishimiz bazani qo'shishimiz kerak. Uning uchun одиночный игра va создать новый мир qilamiz. Mirni bosib turib super poloskast qilamiz-da, создать mir bosamiz xullas. Tekst yo'l ochiladi. Bu bizga kerak emas. Bo'ldi. Chiqamiz qaytib. Kutamiz. Одиночный игра ustiga bosib turib, bitta bosib, настройканы bosamiz, keyin открыть papku mira bor, shuni bosamiz. Bo'ldi, shu bilan baza ochildi. Biz bitta orqaga qaytamiz, service'ga kiramiz. Mana shu baza. Endi bizga arxivni ochamiz yana qaytadan YouTube helperni. Ochganimizdan keyin baza YouTube bor. Shuni papkasi bilan tashlaymiz. Tushdi. Chiqamiz, bo'ldi, yopib boramiz. Qaytamiz, admin. Hop. Tushmadi, o'yindan qaytib kirib chiqarkanmiz. Bu bazani men o'zim qo'lda yasaganman. Misol uchun shu sheriklarim, og'aynilarimni chaqirib, misol uchun 4 kishi bitta bazaga tushib yasab, Fiverr'da sotganman shu bazani o'zini. $15 sotganman desam to'g'ri, arzimagan pul. Lekin maza qilib misol uchun yarim soatda yasab tashlaganmiz, 4 kishi ham o'yin o'ynab, ham boshqa qilib. Haligi sotib olgan odam ham nima uchun sotib oldi deb o'ylaysizlar? Ular misol uchun основной professional youtuberlar o'tiradi, o'zini ishini biladigan va ularga misol uchun nima kerak emas, hammasini biladi ular. Oladi. Mana baza YouTube tushdi mana. To'xtanglar, men hozir shunga bitta narsaga hayron bo'lib qoldim. Qirsin-da shunga. Unga bitta kirib. Mana. Biz yasagan baza. Hozir men bitta orqaga qaytib chiqaman. Mana. Baza YouTube tagiga yozib qo'yilgan. Kiramiz, настройканы bosaman, открыть papku qilaman. Mana biza qo'shgan baza mana shu. Demak, hammasi yaxshi ishlayapti. Qaytib kiramiz. Tagiga yozib qo'ygan, ko'rasizlar. O'yinni ochamiz qaytadan. Endi sizlarga qanaqa snimat qilishni men ko'rsatib beraman. Xo'p. Mana bunisi bizilib ketibdi. Men hozir ko'zim oldida bizildi shu bor. Chiqaman. Boshqatdan kiraman. Qaysidir tomon tez aylanyapti. Men bitta 1 sekundga tezlashtirib. Yoki men uni 1 sekundga sekinlashtiraman. Tezlashtirib qo'yaman. Yo'q. Tezlash bitta 11 bo'lib qolibdi-ku. 9 qilaman. 10 qilaman. Yo'q. 6 qilib
Tamam. Hop, men bu tomon tezmi deyman-da. 10. Bu yoq balansirovka. Kutamiz. Bo'ldi. Mana shu ham bo'veradi. Tekis bo'lishi shart emas. Endi sizlarga bitta narsani aytib o'taman. YouTube ga kirasizlar. Bu shart. Oramizda agar YouTube'da, misol shortsdan taktikasi bor odamlar juda yaxshi biladi. Mana bazaga kirsanglar, misol uchun. Hop, istoriyaga o'taman-da hozir. Mana shuni ko'rsanglar. Stop qilib turib qaytib kiraman. Mana bu yerda har xil narsa qilib o'zini sinab ko'rgan. Mana populyarnostda mana videolarda bo'lgan ko'rasizmi? Kalmar o'yinini, ya'ni Squid Game tipi bazasiga o'xshagan bazada yaxshi prosmotr olgan. Endi bu ijod qilgan. Misol uchun har xil narsalar qilib chiqqan. Mana narsa. Ko'rasizlar, bular ham qo'lda yasalgan. Pirulito ita bicicletiera. Mana bir xil narsa olib ketmaylar. Misol har xil narsa qilib sinab ko'rish kerak. Men sizlarga bitta yo'nalishini qilib ko'rdim. Boshida shunda boshlaylar, boshlanishida. Keyin mana bunaqa kartalar yasab olinglar. Minecraftda yasash qiyin emas. Keyin shuni aytib o'taman, Minecraft Create modi bor. Shuni bossanglar, mana darsliklar bor. Ya'ni mexanizmni qanaqa ishlatsa bo'ladi. Misol uchun bizaniki mana bu mexanizm bilan ishlayapti mana. Va mana bu skorsini mishkani cheti bilan, ya'ni 10 tomoni bilan boshqaryapman, olib boryapman-da, 10 tomonni bosib turibman, mana chiqyapti. Qo'yib yuborsam yo'qolyapti. Shunaqa qilib turib, mana urovinni olib kelyapman o'rtaga. Endi F5 ni bosaman. Ko'rasizlar. Второе лицо, третье лицо, первое лицо mana F5 da bor hammasi. Endi Escape knopkasini pastida, Tab knopkasini tepasida, oxirgi knopka bor burchakda joylashgan. O'shani bosaman-da, mobla ochiladi. Mobladan menga mana modlarni qo'shib olganmiz. Deyilib, misol uchun orqalar kerak mana. Va F5 ni bosamiz mana. Va F1 ni bosamiz, xudlar yo'qoladi mana. Keyin Escape ni bosib turib, настройка o'tib turib, sizlarda mana bunaqa turgan bo'lishi mumkin. Shuni bosib turib, dakansi oxirigacha surib qo'yamiz. Shunda shorts uchun bemalol narsa hosil bo'ladi. Ekran zapis qilishni bilasizlar. Misol uchun kelinglar, endi bitta narsa ko'rib chiqamiz. Например, Pirulito ita bicicletiera. Pirulito. Bitta nimalar ishlatilgan, PNG ishlatilgan, keyin sound effektlar bilan ijod qo'rilgan. Kiramiz, misol uchun Sigma Boy Brain Rot qilamiz. Mana. Sigma Boy. Ananasini, blueberrini, octopusini. Qaysi personajimiz yursa, mana ismlari ham bor. Shu personaj ismini qo'yib qo'yamiz. Misol uchun biz Sigma Boy, misol uchun parodiya muzikasi. Misol uchun yana qanaqa muzikalar qilsak bo'ladi. Mana misol uchun rap, Brayrot rap desiz, mana bunaqa muzikalar chiqadi har xil. Misol uchun Pushti Pantera, Brayrot deb yozsangiz, Pushti Panterani muzikasi chiqadi. Boyagi shortsda Pushti Pantera muzikasi ishlatilayotgan edi. Sigma Boy ham populyarniy, uni ham ishlatishadi. Misol uchun mana
patapim. Din din din, din 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 din, dun tun tun sahur, ta 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 sahur. Sampolino cocomelo, capibarin cocobello, tushundinglar degan umiddaman. CapCutda qanaqa montaj qilishini ko'rsatmayman, chunki bilasizlar. Va help me qo'yinglar bunga. Help me qo'ysanglar like ko'proq bo'ladi va tepaga o'stirish imkoniyati kattaroq bo'ladi. Va shunaqa muammo bo'lishi mumkin sizlarda. F1 ni bossak hudla yopiladi va T ni bosaman, konsol ochiladi. Bitta mana bunaqa chizuvcha qo'yib turib, team bu yerda muammo kechqurun bo'lib qolishida. Team deb yozib turib, joy tashab set, joy tashab die. Bo'ldi, ertalab bo'ldi. Va yoruv chiroyli bo'ldi, bemalol sinematik qilsanglar bo'ladi. Va sizlar bilan bitta narsani ko'rsataman. Yana mana bu yerda gotovoy karta bor, pustoy karta bor. O'sha payt klientim menga aytgan edi, bitta pustoy yasab qoldir, чтобы men o'zim qanaqadir ixtiro qilaman bu yerda deb. Bilmayman bu yoqni qanaqa ixtiro qilgan. O'sha payt yasab qo'yganman. Sizlar ham o'zingizlar ijod qilsanglar bo'ladi. Hammaga omad, like bilan kommentariy yozib qoldiringlar. O'ylayman qanaqa shorts yuklashlarini bilasizlar. Qanaqa to'g'ri yurg'izishni ham bilasizlar. Sizlarga nisha kerak, mana sizlarga nisha. Bitta o'zingizlarni sinab ishlatib ko'ringlar. Hammaga omad. Kommentariy Telegram kanalim linki kommentariyada bo'ladi. Bemalol o'tib mana shu modlarni qo'lga kiritsanglar bo'ladi. Obuna bo'ling. Rahmat, salomat bo'ling.